Assalomu alaykum. Mana bugun men hozir Bekbaraka bozoridaman. Toshkent Bekbaraka bozoridaman. Kimga qanaqa kiyim arzon bo'lsa aytsalaringiz, kommentariyga yozsalaringiz o'sha kiyimni, o'sha narxlarni bilib beraman. Bekbaraka bozoridan nima kerak bo'lsa aytsalaringiz bo'ldi. Oyoq kiyim deysizmi? Kofta yubka deysizmi? Nima, короче, nima deysiz? Jinsi deysizmi? Murskoy deysizmi? Nima aytsalaringiz? Narx-navoni bilib beraman. Optim narxdagi narx-navoni bilaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasangiz telefon nomer qoldiraman. Xohlasangiz kommentariyaga Razmer qiladi. So'mka deysiz mana. Nima bo'lsa aytsangiz bo'ldi. Hamma narx-navoni aytsangiz chiqaraveramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Yangi chiqqan modellar kelgan. Jinsilar kelgan. Koftalar deysizmi? Nima desangiz bo'ldi. Chiqaraveramiz qo'ldan kelgancha. Sog' salomat bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Kommentariyada kutaman sizlarni hammalaringizni.